Ka'ba-i Muazzamani eshigi bor. Eshigidan 1,5 metrcha bu yoqda qora tosh deb nomlangan bir narsa bor. Arablar uni Hajarul Aswad deydi. Jannatdan tushgan bir tosh o'rnatilgan joy. Xullas, shu ikkisini orasini multazam deydilar. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mana shu multazamga qo'llarini shunday qo'yib, chig'anog'igacha yopishtiradi. Ko'ksini ham qo'yib, yuzini qo'yib, zorlanib mana shu joyda duo qilinadi. Shunday duo qilishlik sunnat. Hajarul Aswadni bir qo'riqchisi bo'ladi. O'sha joydagi odamlarni nazorat qiladigan, odamlarni tiqinishda shuni yo'qotib qo'yadigan, o'zi bir yordamga muhtoj bo'lib qolganlarga yordam beradigan, sabrni yarmini olgan odam shu joyda turadi. Doim shularni ko'rib, sabriga hayron qolib o'tib ketaman. Xullas, yosh kattaroq shu politsiyachi aytib beryapti voqea. Bir kuni deydi, yosh paytimi deydi, shu multazamda bir odam duo qilyapti. Haligini duosi Allohga zorlanib, yig'lab duo qilyapti ekan. Ey Alloh, shuncha odamlarning bolasi bor. Menga ham bola ber. Shuncha odamlarning bolasi bor. Menga ham bola ber deb so'rayapti. Voqea o'tib ketgan deydi. Haligi narsa xayolimda turaveradi. Bir 20 yil o'tdimi? Yana o'sha ovozda deydi. Haligi xalqaga o'tkazib bunday turadi, hamma joyga qarab turadi. Shunday qarasam, o'sha odam deydi. Multazamda shunday ko'ksini qo'yib, maqilib yuzini qo'yib duo qilyaptiki, ey Alloh, meni bolamni jonini ol. Ey Alloh, uni halok qil, uni yo'q qilib yubor. Men uni zulmlardan to'yib ketdim deb duo qilyapti. Qarasam o'sha ovoz, o'sha odam. Bular tez-tez almashib turadi. Har bir joyda halqani qo'lidan chiqardi bu. Bu odamni qo'lidan ushlab, u yerdan olib chiqib ketdim deydi. Sal chekkaroq qolib chiqib, ey birodar, bundan ancha yillar muqaddam siz mana shu joyda bola so'rayotgan odam emasmidingiz? Haligi hayron bo'lib, meni tanidingizmi debdi. Ha debdi. Ha, men o'sha odam edim. Alloh menga bola berdi-yu, bola emas, balo bergan ekan deb endi hasratini aytaman deb tursa, ey do'stim debdi. Men sizni o'zingizni farzandingizga 2 marta zulm qilganingizga guvoh bo'lib turibman. Birinchi marta o'sha kuni zulm qilganingiz. Siz nima uchun bola so'radingiz? Hech kim shunaqa so'raydimi Allohdan? Robbi habli minas solihin deb so'raganda birinchi Ibrohim alayhissalom, ey Robbim, menga solih farzand ber. Menga o'z huzuringdan zurriyoti toyiba nasib qil, Zakariya alayhissalom so'ragandilar. Farzandni shunaqa so'raydi Allohdan. Solih farzand ber deb so'rashingiz kerak edi. Siz bola so'radingiz, Alloh sizga bola berdi. Bugun esa uni aynan shu joyda qarg'ayapsiz. Duo qabul bo'ladigan joyda, ey Allohim, meni farzandimni hidoyat qil desangiz nima ketadi sizdan? Jim hariga odam. Qo'lidan ushlab deydi. Multazamga olib borib qo'ydim deydi. Ka'bani tavof qilayotganlar biladilar, multazamga borish oson emas. U joy shunaqa tiqinish bo'ladi. O'zim olib borib haligi joyga duo qildirdim deydi. So'rang Allohdan deb. Shunday yuzini qo'yib, dod deb Alloh, ey Alloh, farzandimni hidoyat qil debdi. 1 yil o'tdi deydi. Shunday qarasam o'sha odam o'g'li bilan turibdi deydi. Meni o'g'lini meni oldimga olib keldi. O'g'lim, shu odamga aytib ber, shu odamga minnatdorchilik bildirib qo'y deyapti ekanda. O'g'li
meni qo'limda ushlab deydi. Allohga qasam ichib aytamanki, otam mana shu joyda menga hidoyat so'ragan zahoti men tahorat qilib namozni boshlagandim deydi. Hamma ishlarimdan, Allohimga qilgan zulmimdan, otamga qilgan, onamga qilgan, jamiyatimga qilayotgan zulmdan o'sha zahot tavba qildim. Xudo menga tavba nasib qildi. Mana janobingizning oldingizga kelib turibmiz deb aytdi. Aziz do'stlar, farzandlaringizga zulm qilmanglar. Agar u yomon bo'lsa, mumkinki sizni tarbiyangizda shunaqa bo'lgandir. Bir odamning yomon bo'lib qolishligi o'sha odamni avvalo o'ziga qiyin. O'ziga qiyinchilik kelyapti, o'ziga zulm qilyapti. Mumkinki siz sabab bo'lsangiz. Siz balki shunaqa tarbiya bergandirsiz. Farzandingizga zulm qilmang, farzandingizga yaxshi duo qiling. Farzandingiz sizni bir og'zim gapingizga muhtoj bo'lib yurgandir balki. Ey Allohim, farzandimdan roziman, sen ham rozi bo'l, uni rozilik yo'liga yetala deb duo qiling. Farzandingizga hidoyat so'rang. Unga hech zulm qilmang.